2026-yilda ish bozoriga moslashib ketish yo bo'lmasa boshqalardan ortda qolib ketish o'rtasidagi farq juda ham kichkina bo'lib qoladi, ingichka bo'lib qoladi. Buni bilganlar, bilmaganlar bor. Bu narsa ba'zilar uchun ishini yo'qotib qo'yish xavfi bo'lsa agar, boshqalar uchun o'zini hozirgi daromadini 2-3 balkim 4 barobar oshirish imkoniyatiga aylanadi. Ko'pchilik hozir bu narsani jiddiy qabul qilmayapti. Juda ko'pchilik. Har doim shunaqa bo'lgan o'zi. Jiddiy qabul qilganlar uchun esa bu hayotidagi juda ham katta bir imkoniyatlardan bittasiga aylanadi. 2026-yilda shu yil muammoni yechimi shunday ko'zimizga tegida bo'lsa ham, bizda quyidagi savollar juda ham ko'p bo'lib qoladi. Hali ko'rasizlar, muhokama qilinadi bu narsalar. Ya'ni nega ortda qolib ketyapman, nega ish topilishi uncha qiyin bo'lib ketdi, nega mendan ko'p narsa talab qilinyapti. Bu narsa ko'pincha yangi bitiruvchilarda bo'ladi. Deyarli hammada bo'ladi. Men o'ylayman ko'pchilik ularning yangi bitiruvchilar bo'ladi. Boshlang'ich lavozimlar yo kamayib ketadi, yo bo'lmasam ularga qo'yilgan standartlar odatdagidan ham yuqoriroq bo'ladi. Bu narsa ofislarda ham kuzatiladi, ko'rasizlar. Ofislarda ham talablar oshadi, standartlar oshadi. Bu shunchaki xo'jayinlarni, bosslarni qat'iylashgandan emas. Prosta tak AIdan, sun'iy intellektdan foydalanadigan ishchilar yangi standartlarni olib keladi. Ular standartlarni teparoqqa qo'yadi. Biznes sektorlarda ham, kichik va o'rtacha bizneslar deylik, O'zbekistonda biznes savdo-sotiq juda ham yaxshi rivojlangan. Aynan shu sektorlarda ham klient yo'qotish, ya'ni klientlarni yo'qotish juda ham ko'payib qoladi, chunki raqobatchilar ancha tezroq harakat qilyapti, ancha yaxshiroq xizmat ko'rsatyapti. Ularda xizmat sifati ancha yuqoriroq, ular arzonroq harakat qilyapti. Va bularning hammasi bir kichkina bir muammo tufayli. Katta emas, kichkina bir muammo tufayli. Shunchaki AI ni, ya'ni sun'iy intellektni shaxsiy hayotimizga yo bo'lmasam biznes hayotimizga olib kirmaganimiz bo'lib qoladi. 2026-yil mana shunaqa yil bo'ladi. Shu yerda hozir gapimni qo'shilmaydiganlar bo'ladi oramizda, chunki men o'zim ham shunaqaroq edim, ya'ni bu juda ham bo'rttirma, bu AI unaqa katta ta'sir qila olmaydi bizga deydiganlar bo'ladi. Menda ham bo'lgan vaqtida men o'ylaganmanki, AI inson qiladigan ishlarni katta qismini qila olmaydi, avtomatlashtirib bo'lmaydi, tizimlashtirib bo'lmaydi degan joy o'ylaganman shunaqa. Lekin men kompaniyalarni bilaman, hozirda katta va kichik kompaniyalarni bilaman. Men qila olmaydi deb o'ylagan, faqat insonlar qila oladi deb o'ylagan tasklarni, ya'ni operatsiyalarni allaqachon AI orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali tizimlashtirib qo'ygan, avtomatlashtirib qo'ygan. Bu narsa, bu tasavvur qilish juda ham qiyin bo'lgan narsa, amalga oshyapti. Va shu o'rinda bu kompaniyalarning planida to'xtash yo'q. Chunki bu texnologiya arzon, tez, charchamaydi, ovqat yemaydi, 24 ga 7 ishlaydi. Uni samaradorlik koeffitsiyenti oddiy insonga qaraganda bir hozircha deylik 10 barobar ko'pmi, balki undan ham ko'pdir. Chunki bu inson undan foydalanayotgan, ya'ni bu mashina desa agar haydovchiga bog'liq. Agar yaxshi haydovchi qo'liga tushib qoladigan bo'lsa agar bu mashina juda ham biz o'ylamagan ishlarni qilyapti. Bilmaganlar uchun aytaman, AI bu shunchaki tizim emas. AI bu shunchaki platforma emas, bu veb-sayt emas. Qaysidir ma'noda pul muammosi o'rtada bor, ya'ni ozgina qimmatroq, lekin bu har doim, ya'ni yangi sistemalar kiritilgan paytda, industriyalarda yangi sistemalar kiritilganda har doim pul bilan muammo bo'ladi. Uni qimmatligi bilan muammo bo'ladi. Bu esa vaqtning muammosi, ya'ni vaqt o'tgan sari buni yechimini har doim olib kelishgan. Har doim arzonlashtirilgan. Eng muhim farqlardan bittasi hozircha ularda tana yo'q, tana muammosi. Lekin buni ham ustida ishlashyapti. Elon Musk hammamiz bilamiz, uning intervyularining bittasida u va'da berdi 2030-yilgacha, ya'ni Tesla 2030-yilgacha har yili 1 million robot ishlab chiqarishni plan qilyapti. 2030, 40gacha esa, 2040-yilgacha esa bu adashmasam nechadir milliard edi. Ya'ni o'zi yer yuzida 8 milliard aholi bo'lsa agar, demak milliard juda ham katta son hisoblanadi. Demak, shuni oldingizlar, AI bu shunchaki vosita emas. Juda ham sodda qilib aytadigan bo'lsa agar, bu samaradorlikni ko'paytiruvchi, kuchaytirgich. Men statistikalarni ham qaradim.
AI qaysi sohalarda yaxshiroq natijalar ko'rsatib kelyapti. Administrativ ishlarni aytadigan bo'lsak agar, ya'ni oddiy ofis ishlarni aytadigan bo'lsak agar, allaqachon AI dan foydalanadigan ishchilar o'zini ishida, ya'ni ish koeffitsiyentida unaqa samaradorligida 30% dan yuqori natijaga erishgan. Dasturchilarni aytadigan bo'lsak agar, juda ham bir murakkab ish dasturchilik. Dasturchilarda bu ularning tezligini 50% ga tezlashtirib bergan. Ya'ni bu yarim 2dan 1 qismida. Bu juda ham katta raqamlar. Ba'zi bir ishlarda esa soatlab vaqt olinadigan ishlarda xuddi shu tasklarni, ya'ni operatsiyalarni soatlab emas, endi minutlarda qilish imkoniyati bor. Tasavvur qilyapsizlarmi? Demak, AI ni ta'siri juda ham katta bo'ladi. Kompaniyalar bu narsani juda ham qattiq, ya'ni seriozno oladi desak bo'ladi. Chunki bu unumdorlik odatda har doim o'zini iqtisodiy qadriga ega bo'ladi. Ya'ni iqtisodiy foyda bo'ladi bu. Chunki AI ni joriy qilishi amallagan kompaniyalar odatda ularning raqobatchilaridan har doim tezroq o'sishga qodir bo'lgan kompaniyalar hisoblanadi. Shu uchun AI ni o'rganish bu shunchaki uskunani o'rganish emas, bu sistema bilan, ya'ni mashina bilan birga fikrlash desak ham bo'ladi. Ya'ni u bilan birga fikrlashni o'rganish bo'lib qoladi. Bekorga xalqaro kompaniyalar, katta kompaniyalar, juda ham kattalari. Mana ba'zilar, menimcha ko'p kishi eshitmagan u kompaniyalarni, lekin ular o'zini milliardlab pulini investitsiya qilyapti AI ga aloqador bo'lgan sektorlarga. Xuddi shu bizneslarga, startaplar deysizmi, boshqa deysizmi, hammasi o'zini milliardlab pulini investitsiya sifatida kirgizyapti. Hattoki ularni deyarli 95% hozirda minusda. Ya'ni 1 so'm foyda ko'rmayapti. Lekin hali ham to'xtayotgan emas. Chunki ular biladi, hammasi biladi, yaxshigina biladi. AI 21-asrni eng katta texnologik innovatsiyalardan bittasi. Ya'ni pul manbai, uni hamma biladi. Shu yerda bir fakt aytaman, shu fikrimga qo'shilmaydiganlar bor, har doim, chunki mana o'zimga kelib aytadiganlar bor. Yo, bu narsani AI qilib bera olmaydi, bu narsa AI ning qo'lidan kelmaydi deydiganlar har doim topiladi. Odatda sezaman, u insonlar shunchaki AI bilan qanaqa muloqot qilishni bilmaydi. Prosta tak bilmaydi. Chunki AI ning ham o'zini tili bor, bilmaganlar uchun aytaman, AI ning o'zini tili bor, o'zini grammatikasi, o'zini strukturasi bor. Modomiki siz AI bilan muloqot qilayotganingizda o'zini tilida gapirmaskansiz, sizga maksimal darajada output, ya'ni yechim deylik, siz so'ragan savolingizga javob. Input savol bo'ladi, output bu javob bo'ladi. Demak, maksimal eng zo'r javobni bera olmaydi. Buni oddiy qilib prompt deydi, ba'zilar prompt engineering deydi. Promptni to'g'ri qilib bersangiz agar, AI sizga rostdan ham maksimal yordamni bera oladi. Hozirda bugunda mavjud bo'lgan AI tizimlari, ya'ni sistemalari biza qiladigan, insonlar qila oladigan deyarli bir 60% tasklarni qila oladi. Natijada siz tezroq o'rganasiz, tezroq ishlaysiz, tezroq qaror qabul qilasiz. Bu sizga o'ziga yarasha ustunlik beradi. Demak, bir xil odam, bir xil vaqtda, lekin boshqa natija. Ko'ngil tinchligi uchun aytaman, AI ni hayotimizga kirib kelishi, ya'ni xavfi bor, qaysidir kasblarni olib qo'yishi juda ham katta xavfi bor. Bu degani biza ishsiz qolib ketamiz, odamlar ish qilmaydi endi, ularda ish qolmaydi, endi nima qilaman, shunaqa xavotirlar bo'lsa, yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. AI bitta ishni olib qo'ysa agar, o'rniga 2 ta yoki 3 ta ishni yaratib qo'yadi. Shu narsa kutilyapti. Bu har doim shunaqa bo'lgan. Ish ko'p, ish juda ham ko'p, hozir ham ko'p. Biza insonlar odatda eng muhimlarini qilamiz. AI bizani ishimizni olib qo'ygandan keyin AI o'ziga yarasha boshqa ishlarni yaratadi. U ishlar 99% AI ga aloqador bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham aloqasi bo'ladi. Shu uchun aytayapmanki, AI ni o'rganish bu ixtiyoriy emas endi. AI ni o'rganish bu majburiy. Agarda sizning niyatlaringiz, orzularingiz bo'ladigan bo'lsa, kimlardir farzandi bor, kimlardir oilasi bor, o'sha oilaga mas'ul shaxs bo'ladigan bo'lsangiz agar, siz albatta bu narsani seriozga olishingiz kerak. Demak, maslahat beraman, hozirdan kim, masalan, kimdir o'qituvchi, kimdir hisobchi, kimdir ofisda ishlaydi, qanaqadir administrativ ishlar bilan farqi yo'q. Kundalik har doim takrorlanadigan ishlaringizga AI ni olib kiringlar.
Ya'ni savollaringiz bormi? So'rab ko'ringlar. ChatGPT odatda hozir O'zbekiston sharoitida ChatGPT eng zo'ri, chunki ChatGPT o'zbek tilida yaxshiroq muloqot qiladi. Gemini yoki Claude'dan tashqari qaraganda boshqa modellar ham bor. Ular haqida ham hali video qilaman, chunki ChatGPT bitta model emas. ChatGPTdan ham zo'roq modellar bor. ChatGPTdan foydalangan holatda kundalik hayotingizda bo'ladigan, takrorlanadigan ishlarni maslahatim hozirdan AI bilan maslahatlashib, tezlashtirish imkoniyati bor sizlarda. Demak, shundan foydalaninglar. Yana bir narsa, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki juda ham foydali bo'lgan, sizlarga foydali bo'lgan videolarni qilib boraman, kontentlar.